Hikoya bir qizning yig'layotgan manzarasi bilan boshlanadi. U baland binoning tepasida turibdi, pastga qarab o'z hayoti haqida o'ylaydi. Shu payt yuzidan ko'z yoshlari oqib tushadi va u qichqirib yuboradi: "Dada, kechir meni. Men juda noshukur farzand bo'libman. Kechir, dada." Buni aytgandan so'ng hech ikkilanmay pastga sakraydi. O'sha kuni Koreyada xabar tarqaladi. Yaqinda maktabdagi o'quvchilarning deyarli yarmi ota og'ir qaror qabul qilishga majbur bo'lgan ekan. Jinoyatchilarning dahshatli qilmishlari jamoatchilikda katta gazabga sabab bo'ladi. Ular jabrlanuvchining bo'yniga itning bogichini bog'lab, uni yonayotgan sigaret qoldigini yutishga majbur qilishgan va uning ovozini o'chirishgan. Jabrlanuvchining yalang'och suratlari va boshqa zo'ravonlik harakatlari oshkor bo'lgach, jamoatchilikni larzaga keltiradi. Boshqa tomondan, jabrlanuvchining otasi, Hyundai konglomeratining vitse-prezidenti Lee Mong-jun nomi bilan tanilgan shaxs yana bir janjal to'lqinini qo'zg'aydi. U qizini haqorat qilgan o'quvchilarga nisbatan rasmiy bayonot beradi. "Qizimni haqorat qilgan o'quvchilarni men kechiraman. Albatta, qizimning ota og'ir qaror qabul qilganiga kelsak, ota sifatida bu mening yuragimni parchalaydi. Lekin qizimni haqorat qilgan o'quvchilar hali juda yosh. Men jamiyatda yashab kelgan odam sifatida mehr-shafqat ko'rsatishim kerak deb o'ylayman. Shuning uchun sudyadan so'rayman, iltimos, bolalarga yumshoqroq munosabatda bo'ling." Lekin jurnalistlar bu so'zlarni eshitgach, hayratda qolishadi. U ketmoqchi bo'lganida ko'plab ovozlar ko'tariladi. Vitse-prezident Lee Mong-jun, bu haqda oilangiz bilan maslahatlashdingizmi? Bu jinoyatlar yoshlik bilan kechiriladigan darajada og'ir ko'rinmaydi. Siz haqiqatan ham qizingiz xotirasini shunday hurmat qilishni to'g'ri deb hisoblaysizmi? Butun mamlakat bu jinoyatchilarning harakatlaridan gazabga to'lgan. Siz haqiqatan ham o'sha bolaning otasimisiz? Iltimos, savolga javob bering. Bu qanaqa matbuot anjumani? Ular qonun oldida javob berishlari kerak. Sizning qizingiz nima gunoh qildi? Natijada, Lee Mong-junning so'zlariga qarshi jamoatchilikning gazabi otaga qarshi, qizga esa chuqur hamdardlik bilan javob qaytaradi. Jabrlanuvchi vitse-prezidentning qizi emas, balki tashlab ketilgan bola ekanligi haqida mishmishlar tarqaladi. Biroq haqiqatni hech kim taxmin qila olmaydi. Shu bilan birga, Lee Mong-jun gazabdan qaynab turadi. U qo'lidagi vino kosasini sindirib tashlaydi. Hech kim uning o'sha paytdagi his-tuyg'ularini tushuna olmaydi. U chuqur iztirob ichida. "Men ularni jazosini yengillashtirish uchun kechirmadim. Men bu o'smir sirtlonlarga yumshoq qonunlarni qo'llash niyatida emasman. Hayina, mening bechora qizim. Men hamma narsani juda kech angladim. Nega menga bezorlik qilishayotgani haqidagi haqiqatni aytmading? Nega bularning hammasini yolg'iz o'zing ko'tarding? Sen doim boshqalarni o'ylarding va bu haqiqat meni pushaymonlikdan aqldan ozdiradi. Seni ko'proq xudbin qilib tarbiyalashim kerak edi. Lekin hayina, sening keraksiz otang senga bir narsani va'da qiladi. Seni bu holatga keltirgan o'sha nopok bolalarga, ular senga qilganlarning aynan o'xshashini qaytaraman." Shu payt kimdir ichkariga kirib aytadi: "Vitse-prezident, siz aytgan bolani olib keldim." Li qisqa javob qaytaradi: "Yaxshi." Shundan so'ng Li so'raydi: "Qiz Koreyadagi hayotga ko'nikib qoldimi?" Yon Karma ismli qiz tabassum bilan javob qiladi: "Qanday qilib ko'nikmay? O'gay otamning gamxo'rligi tufayli juda baxtliman. Li, senda hammasi yaxshi ekanidan xursandman. Endi, Yon Karma, maktabga tayyorgarlik ko'rishing kerak." U bu so'zlarni aytganda, yordamchisi dahshatga tushadi. Yon Karma esa juda mamnun bo'lib tuyuladi. O'sha paytda qiz tabassum qilib so'raydi: "Koreyada menga o'xshagan odam maktabga bora oladimi?" Yordamchi shoshib aytadi: "Bu mumkin emas, vitse-prezident." "Nega?" deb javob qiladi Li. "Bu erkin demokratik davlat emasmi? Nima desangiz ham, men bu bolaning maktabga borishini ta'minlash uchun hamma narsani qilaman. O'ylaymanki, hozirgacha qilgan tayyorgarlik ishlarimiz taxminan 1 yil davom etadi. Yon Karma, tez orada shu yerda yashaysan, do'stlar orttirishing kerak emasmi?" Yon Karma tabassum qilib javob qiladi: "Gapni aylanib o'tirmang, to'g'ridan to'g'ri ayting. Siz do'stlar haqida gapirmayapsiz, o'yinchoqlar haqida gapiryapsiz, to'g'rimi, dada?" Vaqt tez o'tadi. Keyingi yilning may oyining oxirida Andro o'rta maktabining bir sinfi quvnoq ovozlarga to'ladi. Bir qiz aytadi: "Yuni, jonim, men bergan gazakni yeyishing kerak. Nega ikkilanasan? Tezroq yeb qo'y. Bu juda ko'p protein va tuxum solingan maxsus sut." Bilaman. Ehtimol senga protein yetishmayotgandir. Shunday emasmi? Telbalarcha harakat qilayotgan so'ng aytadi: "Telba, buning nimasi telbalik? Shunchaki yeb qo'y." "Men aytdim, mazali." Yunji qo'rqib duduqlanib javob qiladi: "Lekin bu muddati 1 oydan oshgan. Sutning ichida esa sut qutisida o'lik pashalar va oz sochlarining qirqintilari bor edi." U tinmay qusa boshlaydi. Buni ko'rib, so'ng jin sovuq ohangda aytadi: "Hali yemasdan buncha reaksiya qilsang, keyin nima qilasan? Iltimos, so'ng jin, bu to'g'ri emas. Men bu sutni icha olmayman.
Buzilgan. Pishloq qanday tayyorlanishini bilmaysanmi? Bu buzilgan emas, qayta ishlangan. Men senga mazali narsa bermoqchiman. Bu mening mehribonligim. Qachon mening shirin yunjim yuragimni tushunadi. Tushundim, Song Jin, yeyman. Lekin u gapini tugatishi bilan Song Jin qaychi bilan unga otiladi va Yunjining qichqirigi butun sinfda aks sado beradi. Boshqa o'quvchilar uning qichqirigidan dahshatga tushib, bir-biriga shivirlashadi. Ular haqiqatan aqldan ozgan. Buni o'qituvchiga xabar qilishimiz kerak emasmi? Yo'q, buni qila olmaymiz. Siz Song Jinni bilmaysizmi? U bir magnatning qizini oldirgan va hech qanday jazo olmagan. Song Jin 15 yoshda. Vitse-prezident Lee Mong-junning qizi bilan bog'liq maktab voqeasi, ayblanuvchiga og'ir tajovuzda ayblov qo'yilgan. Bu aqldan ozish. Ishonasizmi? Ishonmasangiz, Chay orta maktabidagi o'quvchilardan so'rang. Hali bu haqda bilmaysizmi? Yo'q, men faqat u akasiga juda tayanadigan va juda takabbur ekanligini bilaman. Song Jin hozir nima qilyapti? Bu deputatning qizi degani. Aralashmagani yaxshi. Shu payt Song Jinning ovozi sinfda yangraydi. Yeyavering. Voy xudo, u haqiqatan yedi. U aqldan ozganmi? Nega haqiqatan yeydi? O'sha paytda bir qiz endi chiday olmay o'rnidan turadi. U sinf rahbari edi. Shu bilan birga yana bir ovoz yangraydi. Bolalar, o'qituvchi yo'q deb yovvoylashavering, to'g'rimi? Shovqin o'qituvchilar xonasigacha eshitilib turibdi. Endi joyingizga o'tiring. Hammangizga aytadigan gapim bor. Sinf rahbarini ko'rib, Song Jin va uning guruhi hayron bo'lib bir-biridan so'rashadi. Nima bo'lyapti? Sinf rahbari nega buncha tez keldi? Baribir, sutni yashiring. O'sha paytda Song Jin Yunjiga burilib aytadi. Agar o'qituvchining oldida gap tashlasang, yalangoch suratlaring hammaga tarqaladi. Sinf rahbari davom etadi. Hamma tezda o'tiring. Bugun bizning sinfga yangi ko'chirib kelgan o'quvchi keladi. U Shimoliy Koreyadan kelgan. Shuning uchun hammangiz unga yaxshi gamxo'rlik qilishingiz kerak. Xo'sh. Ko'chirib kelgan o'quvchi, iltimos, o'zingni tanishtir. Yon Karma o'zini tanishtiradi. Hammaga salom. Mening ismim Yon Karma, Shimoliy Koreyadanman. Meni yaxshi qabul qiling. Sahna oldingi lahzaga o'tadi. Unda yordamchi hayajon bilan Lee Yong-junga gapirardi. Hali kech emas. Iltimos, yana bir bor o'ylab ko'ring. Shimoliy Koreya tuzatish muassasasidan kelgan bolani maktabga yuborish, bu haqiqatan ham hazillashib aytiladigan gap emas. Agar bunday bola bo'lsa, juda ko'p muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Buni eshitib Lee Yong-jun javob qiladi. Direktor bek, sizning nazaringizda men qiz asrab oldim, shundaymi? Ha, to'g'ri. Men uni asrab olmadim. Men shunchaki tashlab ketilgan itni oldim. Buni eshitib direktor bek hayratda qoladi. So'ng chuqur xo'rsinadi. 2018 yilda Yon Karma 13 yoshida Shimoliy Koreyadan mustaqil ravishda qochib kelgan. Uni Han daryosi estuariyasida patrul guruhi topgan. Shimoliy Koreya hukumati tomonidan sensor regulyatsiyasi buzilishini kuzatish uchun biologik tajribalardan o'tkazilgan va mutaxassislar uning ruhiy kasal ekanligi haqida xulosa chiqarishgan. Bu alohida holat. U og'riq yoki xorlikni his qilmaydi. Garchi Shimoliy Koreyadan qochganida kiyimidagi qon doglari shubhali bo'lsa-da, gipnoz ostida o'tkazilgan huquqiy tergov orqali ma'lum bo'lishicha, u qochish paytida boshqalarning o'ldirilishida ishtirok etgan, jami 13 qurbon. Uning ko'ylagidagi qon doglari bo'yicha o'tkazilgan deng testlari bir nechta qurbonlarning dengsiga mos kelgan. Huquqiy hisobotga ko'ra, u voyaga yetmagan jinoyatchi bo'lganligi sababli jinoiy javobgarlikka tortilmagan, balki 2 yildan so'ng tuzatish muassasasiga o'tkazish ko'rib chiqilgan. Qiz ota tajovuzkor va zo'ravon xarakterga ega bo'lib, bu hammaning tushunchasidan tashqari, g'ayritabiiy jismoniy qobiliyatlarga ham ega. Shu sabablar bilan Yagona voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilish ko'rib chiqish qo'mitasi Adliya vazirligining talabiga binoan Yon Karma ozodlikka chiqqanidan keyin ham uning nazorati va himoyasini davom ettirishni buyurgan. Hozir sinfda so'ng kulib, bu qiziq deyapti. Ular Yon Karmaga qarab, u bilan o'yin o'ynash niyatida. Shu payt ko'plab ovozlar eshitiladi. Shimoliy Koreya qizlari chindan ham chiroyli ekan, borib ko'ring. O'qituvchi ularni tezda tanbeh beradi. Ogil bolalar, qizlar koridorida nima qilyapsizlar? Bunday xatti-harakat nomunosib, shunday emasmi? Yon Karma. Yon Karma, o'zingni tanishtirganingda hech qanday Shimoliy Koreya aksenti sezilmadi. To'g'ri. Men YouTube'da Shimoliy Koreyadan qochganlarni ko'rganman. Ularning hammasida kuchli Shimoliy Koreya aksenti bor edi. Siz Janubiy Koreya talaffuzini mashq qildingizmi? Ha, koreys dramalarini tomosha qilib ko'p mashq qildim. Ajabmas, Yon Karma, Shimoliy Koreya aksentida gapira olasanmi? Bu savolni eshitib, Yon Karma darhol boshqa ohangga o'tadi va tabassum bilan aytadi. Janubiy koreyalik sinfdoshlarim bilan tanishganimdan xursandman. Men Shimoliy Koreyadan kelgan Yon Karmaman. Yon Karma juda yoqimli va kulgili ham. Yon Karmaning yonida o'tirgan Yunji qayg'u bilan o'ylaydi.
Yonimdagi yangi ko'chirib kelgan o'quvchi juda shovqinli. Lekin bu jonli muhit bilan tanaffus biroz chidab bo'ladigan bo'lishi mumkin. Men unga havas qilaman. Qaniydi men ham hech narsa haqida o'ylamay shunday tabassum qila olsam. Qaniydi men ham yangi o'quvchidek chiroyli va sevilgan bo'lsam. Ammo u fikrini tugatmasdanoq Song Jin hammaga yaqinlashib sovuq ohangda aytadi. Hoy, nima haqida buncha qiziq gaplashyapsiz? Men ham kulishni xohlayman. Salom, Yon Karma. Togri, Janubiy Koreyaga xush kelibsiz. Siz juda chiroyli ekanligingizni bilasizmi? Siz yoqimli, go'zal yigitga o'xshaysiz. Men siz bilan chindan do'st bo'lishni xohlayman, Yon Karma. Guruhimizga qo'shilishni xohlaysizmi? Song Jin buni aytganda, Yon Karma tabassum bilan javob qiladi. Sizning guruhingizmi? Ha, bizning guruhimiz juda qiziqarli. Ularning yonida o'tirgan Yunji qo'rquv bilan o'ylaydi. Voy, yangi ko'chirib kelgan o'quvchi allaqachon bezori guruhining nishoniga aylanib qoldi. Endi har kun yomonlashadi. Nega bu kasal Song Jin bo'lishi kerak? Yangi o'quvchi juda begunoh ko'rinadi. U yaxshi bo'ladimi? Shu bilan birga, Yon Karma hali ham ularga javob bermay qarab turardi. Lekin u direktor Bekning so'zlarini esladi. Song Jin, Nangan Trading kompaniyasi raisining katta qizi. Bu qiz sizning birinchi nishoningiz. Buni o'ylab, Yon Karma Song Jinning qanchalik yovuzligini anglab yetadi. Men noto'g'ri gapirdimmi? Yuringdagi ifoda nima? Mayli, davom etamiz. Song Jinning 60 haqida gapirish davom etadi. Nishonlar orasida hayena tez-tez kaltaklanar, ayniqsa qorniga tepishar edi. Bu uning kundaligida qayd etilgan. Va bir muhim narsa shundaki, Song Jin boshqalarni haqorat qilish uchun it bogichidan foydalanish g'oyasini o'ylab topgan. Garchi u bezorilar orasida jismoniy zo'ravonlikda eng kam ishtirok etgan bo'lsa-da, u eng faol ishtirokchi edi. Hozirda Song Jin tahsil olayotgan maktab Endro o'rta maktabi bo'lib, bu Yon Karma tez orada ko'chib o'tadigan to'rtta maktabdan biri. Bu Seulda joylashgan yagona maktab bu ko'chirish jarayonini osonlashtirdi. Men Yon Karmani Song Jin bilan bir sinfga joylashtirishni tashkil qildim. U odatda juda qiziquvchan odam. Shuning uchun u maktabga ko'chib kelganida Yon Karmaga albatta yaqinlashadi deb o'ylayman. Direktor Bek buni aytganda, Yon Karma tabassum qilib javob qiladi. Mohiyatini tushundim. Demak, u menga yaqinlashsa, qon va ko'karishlar. Song Jinning tanasiga belgi qo'yishni aytayapsiz, to'g'rimi? Buni eshitib Li Yong Jun javob qiladi. Yo'q, siz xato qilyapsiz. Buni qilishdan oldin juda muhim narsa qilish kerak. Yaxshi eshit, Yon Karma. Agar Song Jin senga yaqinlashsa, qilishing kerak bo'lgan harakat. Hozirgi vaqtga qaytsak, Yon Karma Song Jinga tabassum bilan javob qiladi. Bu ajoyib. Keling, bir-birimizga yaqinlashaylik. Unda hammamiz yigilishga qo'shilaylik, maylimi? Hammamiz boramiz. Bu ajoyib, Yon Karma. Yaxshi do'st bo'la olamiz. Bu manzarani ko'rib, Song Jinning do'stlaridan biri aytadi. Bu aqldan ozish. Song Jin yana go'zal bo'lib ko'rinishga harakat qilyapti. Nega? Men Yon Karmani juda yaxshi ko'raman. Shuning uchun bunday qilyapman. Lekin Yon Karma sizning yoningizda o'tiribdi. U bilan hali tanishib bo'ldingizmi? Buni eshitib Yon Karma javob qiladi. Men u bilan bir necha bor salomlashdim. Tushundim. Xo'sh, Yunji bilan do'stlash. Qiziqarli o'yin o'ynashni xohlaysizmi? Song Jun gapini tugatishi bilan barmoqlarini qarsillatadi va darhol uning ikki do'sti yaqinlashib, Yunjining orqasida turishadi. Ular tezda Yunjining boshiga qora plastik xalta tortadilar. Buni ko'rib, Yon Karma Song Jindan so'raydi. Nima qilyapsiz? Bu. Buni nogiron do'stlarimiz uchun ixtiyoriy faoliyat deb atash mumkin, to'g'rimi? Bu bizning Yunji uchun. Uning bir ko'zi deyarli hech narsani ko'rmaydi. Shuning uchun uzoqni ko'rishga xalaqit beradi. Shamol stolimga kelib, qimmatbaho telefonim tushib ketishiga sabab bo'lishi mumkin edi. Baribir, telefonim yorilmagani yaxshi. Lekin Yunji xavfsizligi uchun buni boshqa takrorlanmasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak, to'g'rimi? Shuning uchun men uning ikkala ko'zini ham butunlay yopib, stollardan qochishga o'rgatishni o'yladim. Nima deysiz, Yunji? Siz buni qila olasiz, to'g'rimi? Men senga o'sha maxsus sutni kuchliroq bo'lishing uchun berganman. Stolga o'tirishing shart emas. Faqat boshqa tarafga o'tishing kerak. Bu juda oson, shunday emasmi? Lekin har safar stolga urilganingda kaltak olasan. Song Jin Yunjini oldinga itarib yubordi. Yunjining ko'z oldi butunlay qorong'i edi. U yo'lni ko'rmay, gandiraklab sekin yurishga harakat qildi. Sonini stolga urdi va shu zahoti Song Jin oldinga otilib, uning orqasiga tepdi. Yunji oldinga qoqilib, yana bir stolga borib urildi. Song Jin ikkilanmay yana yugurib kelib, togri Yunjining yuziga tepdi. Yunji og'riqdan qichqirdi, boshqalar esa telefonlarini chiqarib, kulib videoga olishdi va yiqilgani juda kulgili deyishdi. Bir ozdan so'ng Song Jinning ovozi yana yangradi. "Hoy, Yunji, nega yiglamay qolding?" Hozir yiqilib tanasini stolga urdi. Necha marta stolga urdi.
Hoy, uning talvasa tutganini oldingizmi? Juda kulgili. Yon karma, sen ham sinab ko'rmaysanmi? Sen va men Yunjiga fazoni his qilish qobiliyatini oshirishga yordam bera olamiz. Keyingi tushlik tanaffusida yana xaltani boshiga solib, uni ogil bolalar hojatxonasiga kiritishga harakat qilamiz. Shu payt sinf rahbari ularning gaplarini eshitib, tezda o'rnidan turdi va "Hoy, bu haqiqatanmi?" deb gap boshlamoqchi edi. Lekin boshqa bir ovoz uni to'xtatdi. "Hozir to'xtating. Bu yon karma edi. Sizlar butunlay kuchsiz qizga nima qilyapsizlar? Hatto 5 yoshli bola ham do'stlarini haqorat qilish kerak emasligini biladi. Bu kattalar qiladigan ishmi? Qo'llaringizni darhol undan oling. Gaplarimni eshitmayapsizmi? Unda qo'yib yuboring va Yunjidan kechirim so'rang. Hozir kechirim so'rang." Yon karmaning so'zlari butun sinfni jimlikka botirdi. Hatto Song Jin ham hayratda qoldi, chunki u hech qachon bunday holatga duch kelmagan edi. Bir lahza o'tgach, u duduqlanib dedi: "Bu nima degani? Menga qarshi isyon qilyapsanmi?" U darhol Yunjini itarib yubordi va yon karmaga yaqinlashdi. Yon karmaning oldida turib istehzo bilan davom etdi: "Shimoliy koreyalik bolalar odatda bu qadar bexabar bo'lmaydi, shekilli. Yoki Shimoliy Koreyada bezorilar yo'qmi? Agar shunday jirkanch ishni fosh qilmoqchi bo'lsang, senga ikkita imkoniyat beraman. Yo bizning guruhimizga qo'shil, yo qol. Yo'qsa seni kaltaklashim kerakmi?" Buni eshitib, yon karma sovuq ohangda javob qildi: "Agar shu ahvolda davom etsangiz, o'qituvchini chaqiraman." Bu gapini aytishi bilan Song kulib yubordi: "Sinf rahbarini chaqir. Shimoliy Koreya maktablarida o'qituvchiga quloq solmasang, otib tashlashadi, to'g'rimi? Lekin bizning aziz yon karma, bu Janubiy Koreya, tushunasanmi?" Song Jin darhol oyogini ko'tarib, yon karmaning qorniga qattiq tepdi. Yon karma bu zarbadan hayratda qoldi. Shu payt u Li Mong Jun unga aytgan so'zlarni esladi: "Hech qanday holatda birinchi bo'lib urmang." "Nega birinchi bo'lib urmasligim kerak, o'gay ota? Nima bo'lganda ham, men ularning hammasini oldirib jasadga aylantiraman. Birinchi yoki keyin urishimning nimasi farqi bor? Bu muhim yoki muhim emasligida emas. Agar bir marta urib o'yinni tugatsang, hech narsa anglatmaydi." Bu rejaning asosi Song Jinni cheksiz azoblanadigan muhitga yuborish uchun sabab topish. Bu joy allaqachon tayyor. Faqat Song Jinni u erga yuborish uchun bahona topish qoldi. Shu sababli sen maktab zo'ravonligining qurboniga aylanishing kerak. Song Jin yaqinlashganda begunoh va iliq kutib ol. Ish kutilmaganda ketganda zo'ravonliksiz qarshilik ko'rsat. Unutmang, adolat doim biz tomonda bo'ladi. Lekin men Shimoliy Koreyada ham shirin kartoshkani yomon ko'rardim. Demak, uzoq kutishim kerak, o'gay ota. Agar ularni urishni juda xohlasam va o'zimni tutolmasam, nima qilishim kerak? Buni eshitib, Li Mong Jun sovuq ohangda javob qildi: "Unda hamma ko'z ongida bir marta ur." Hozirgi vaqtga qaytsak, yon karma Song Jin tomonidan tepilganidan so'ng o'rnidan turdi. Song Jin ham uning harakatlarini diqqat bilan kuzatib turardi. Yon karma o'rnidan turganida tabassum qilib dedi: "Unda otam aytganini qilaman." Buni eshitib, Song Jin uni aqldan ozgan qiz deb atadi. Shu payt o'qituvchi yugurib kirib chaqirdi: 6-sinf. Tezda sport kiyimlarini almashtiring. Janob Min Yongning dars jadvali o'zgardi. Shuning uchun vaqt ham mos ravishda o'zgartirildi. Tez tayyorlaning. Bu xabarni eshitib, Song Jinning guruhi qargishdi. Jiddiy, bu nima degani? O'qituvchi, bugun sport imtihoni, to'g'rimi? O'qituvchilar jadvalni qanday tuzishyapti? Yon karma esa buning ahamiyatini bermay, Li Mong Junning so'zlarini esladi. Lekin yon karma, zo'ravonlik hech bo'lmaganda bir haftadan keyin bo'lishi kerak, shunchaki chida. Bu rejaning asosi seni tashqaridan qurbon sifatida ko'rishlari. Agar shoshqaloqlik bilan hamma narsani buzib tashlasang, men seni kechirmayman. Baribir ishonamanki, bu senga qiyin bo'lmaydi. Axir jismoniy holating bilan og'riqni his qilmaslik muammo emas, to'g'rimi? Hozirgi vaqtga qaytsak, yon karma gazablangan edi. O'gay otamdan zo'rikdim. Shu payt Song Jin yon karmaga tabassum qilib dedi: "Keyingi tanaffusda ko'rishamiz. Seni chindan ham yoqimli qilish uchun bor kuchimni beraman." Biroz vaqt o'tgach, Song Jin tayoqchalar bilan sigaret chekib kuldi va dedi: "Sport darsida yashirincha sigaret chekishning zahi yo'q, to'g'rimi, Yunji?" Yunji o'sha paytda Song Jinni orqasida ko'tarib turardi. Keyin Song Jinning soxta shirin ovozi yana yangradi: "Bugun xatolik bilan tepganim uchun kechirasiz. Og'riyaptimi? Baribir senga tekinga sigaret chekishga ruxsat berdim. Buni buzilgan ko'zoynaging uchun tovon deb olasan." Songning ikki do'sti yonida turib eshitib kulishdi. Qani, bu hammasi emas. Endi sigaret qoldigi emas, balki yangi sigaretlar ham bor. Lekin kimdir qadam tovushlari bu tomonga yaqinlashyapti, bizni payqashdi. Tez, avval sigaretlarni ochir. Biroz o'tgach, kimdir Song Jin guruhiga yaqinlashdi. Uni ko'rib Song Jin kulib dedi: "Voy, juda qo'rqib ketdim. Bu faqat sinf rahbari ekan."
O'sha paytda sinf rahbarining yuzi juda sovuq edi va u Song Jinga dedi: "Hoy, sizlar buni to'xtatishingiz kerak." Shu bilan birga Yunji yiglab sinf rahbariga qarab, "Iltimos, yordam bering" deb chaqirdi. Song Jin sinf rahbariga dedi: "Demak, sinf rahbarlik vakolatingni ishga solishga keldingmi?" Yunji buni ko'rib yiglab o'yladi. "Yo'q, bunday qilma. Sinf rahbari, men kabi foydasiz odam uchun aralashma." O'sha paytda sinf rahbari sigaretni olib, bir qism tortdi va dedi: "Sizlar tomirlaringizgacha chirgansizlar." Buni ko'rib Song Jinning guruhi kulib dedi: "Men Song Jin chekishni tashlagan deb eshitgandim. Lekin hozir qarab, kim sizni tashlagan deb o'ylamaydi. Sizlar ehtiyot bo'lishingiz kerak. Hali 1 yil bo'lmaganida bir bola o'limiga sabab bo'ldingiz. Aqldan ozgan ahmoqlar." Moon 16 yoshda. Vitse-prezident Li Yong-jun qizi bilan bog'liq maktab zo'ravonlik ishi. U og'ir tajovuzda ayblanuvchi. "Nega buni gapiryapsan, Moon Ji-yeon? Bu omadsizlik, bu mishmish allaqachon sinfda tarqalib bo'lgan. Bu aqldan ozish. Kim tarqatgan bu xabarni? Men uning og'zini yopishim kerak." "Aqldan ozganmisiz? Men hozir ehtiyot bo'lishimiz kerak demadimmi? Lekin sizlar nima qilyapsiz? Nega bunday qilib turibsiz? Og'zingizni tikishim kerakmi?" Buni eshitib qiz qo'rqib javob qildi: "Kechirasiz." Shu payt Song Jin Moon Ji-yeondan so'radi: "Nega muhitni buncha jiddiy qilyapsan? Eshit, ahmoqlar. Endi biz o'rta maktabdamiz. Kollejga bormoqchimaysizlarmi? Miyasiz ahmoqlardek o'zingizni tutmang. Abadiy bemalol yuraveraman deb o'ylamang. Bu dunyoda hamma ham sizning itingizdek ahmoq emas. Shuning uchun ahmoqlik qilganingizda meni ham o'z korlaringizga aralashtirmang. Tushundingizmi?" Moon Genening bu so'zlarini eshitib, Song Jin juda g'azablandi. "Agar nasihating tugagan bo'lsa, borib ol", deb o'yladi u. O'rta maktabda endi hech narsa qilmagandek ko'rinishga harakat qil. Lekin Moon Gene o'rta maktabda ham xuddi shunday edi. Orqada o'tirib, o'z obro'sini saqlab qolish uchun olijanoblikka o'ynardi. "Men esa doim yovuz rahbar sifatida ko'rilaman, lekin asli yovuz u. Va yolg'izlikda u mendan ham battar. Nima bo'lganda ham u jirkanch. Men uni umuman yoqtirmayman." Shu payt Moon Gene to'satdan Song Jinga qarab qichqirdi: "Nima deb qarading, kichkina brat?" Bu so'zlarni eshitib Song Jin duduqlanib javob qildi: "Men qachon aytdim? Xato qildim, Moon. Yaxshi, endi yaxshiroq harakat qil. Tushundingmi? Men biroz yumshab qoldim deb chegarani oshib ketma." Va u boshqalarga burildi: "Va sizlar, bu kichkina brat atrofida yurishlarim juda asabiylashtira boshladi. Bilasizlarmi, o'z joniga qasd qilish taqiqlangan, to'g'rimi? Yunji, sen bilan nima qilishim kerak? Hayot baribir og'ir, shunday emasmi? Bu faqat bitta maktab zo'ravonlik ishi. Nega buncha katta muammo qilib ko'rsatyapsiz? Agar mening maktab hayotimga aralashsangiz, sizni o'ldiraman. Tushundingmi, Yunji?" Buni aytgandan so'ng Moon Yunjining qo'liga bosdi. Yunji og'riqdan qichqirib dedi: "Sinf rahbari, iltimos, oyog'ingizni ko'taring. Men sizni boshqa bezovta qilmayman, va'da qilaman. Maktab zo'ravonlik qo'mitasiga xabar bermaslikka qasamyod qilaman. Iltimos." Buni eshitib Moon nihoyat oyog'ini ko'tardi. Natijada Yunji jarohatlangan qo'lini ushlab egilganida Song Jin uning orqasidan yiqilib tushdi. G'azablangan Song Jin darhol Yunjining yuziga tepdi. O'sha paytda baland ovozda kulgi yangradi. Bu Moon Gene edi. U Song Jinni masxara qilib dedi: "Nima qilyapsan? Sen juda ahmoqsan, doim jirkanch ishlarni qilasan. Ahmoqlar, yetarli qildingiz. Endi qayting. Sport zaliga boring. Imtihon navbatingiz keldi. Shoshilmang, mendan biroz keyinroq boring. Xo'pmi? Hatto kichik narsani ham uddalay olmaysan, shundaymi?" U ketayotib yana qo'shib qo'ydi: "Hoy, Song Jin, ehtiyot bo'l. Yangi o'quvchi bilan ehtiyotkorona munosabatda bo'l. Sekinasta uni qiyna. Uning takabbur munosabati meni bezovta qiladi." Shu bilan birga sport o'qituvchisi Yon Karmaga gapirardi: "Nima? Hozir ko'chirib kelding va sport kiyiming yo'qmi? Boshqa sinfdagi sinfdoshingdan olib qo'yishing kerak edi. Lekin yangi bo'lganing uchun hali hech kimni tanimaysan, shekilli. Maktab formangda bo'lsa ham bo'ladi. Xo'sh, ahvolingni hisobga olaman." "Rahmat, o'qituvchi", deb javob qildi Yon Karma. "Mayli, agar oldingi o'quvchi tugatgan bo'lsa, topni joyiga qaytaring. Navbatingizni kutishingiz kerak." Shu payt bir o'quvchi top bilan kelib dedi: "Yon Karma, bor kuchingni ber." Top Yon Karmaning oldiga qo'yildi. Yon Karma top oldida turganini ko'rib, boshqa o'quvchilar shivirlashdi. U formada top tepmoqchi shekilli. Bu to'g'rimi? Nima bo'lyapti? Top oldida turganida go'zal yigitga o'xshaydi. Sinfdoshlari kulayotganida yonida o'tirgan Song Jin kulib dedi: "Nega u o'sha la'nati tabassum bilan tabassum qiladi?" Boshqa o'quvchi tezda javob qildi: "Kechirasiz." Song Jin esa Yon Karmaga qarab o'yladi: "Nima bo'lganda ham, Moon, sen beixtiyor nafratli bo'lsang ham,
menda yangi o'yinchoq bor. Bu bilan Yunjini o'ynashdan zerikdim. Agar uni olib kelsam, mavqeim tushishi mumkin, to'g'rimi? Agar it saqlamoqchi bo'lsang, uni bo'ysundirish uchun biroz mahorat kerak. U deyarli mukammal, qarshilik ko'rsatish qobiliyati to'g'ri darajada. Shimoliy Koreyadan qochgan bo'lib, hech qanday orqa kuchga ega emas va juda sezgir. O'sha paytda Yon Karma oyog'ini ko'tarib topga tepdi. Uning zarbasi nihoyatda kuchli edi va top darvoza tomon uchdi. Darvoza oldida turgan qizning yonidan tezda otib ketdi va u yerdagi barcha o'quvchilarni hayratda qoldirdi. Hatto Song ham hayratda qoldi. O'quvchilar shivirlashni boshladi. O'sha ovozni eshitdingizmi? Bu qanday baland ovoz? Ogil bolalarning kuchi bilan tepilgandek tovush chiqdi. Yon Karma biroz titrab qo'ydi. Keyin u birdan yovvoyilashib, qolgan toplarni darvoza tomon tepa boshladi va bu o'qituvchi hamda sinfdoshlarini hayratga soldi. Yon Karma chuqur nafas oldi va yana bir topni tepish uchun oyog'ini ko'tardi. Bu safar top to'g'ri darvoza tomon uchdi, lekin ustunga tegib, guruh yonidan qaytib ketdi. Song Jinning do'stlaridan biri buni ko'rib gazab bilan dedi: "Bu aqldan ozgan qiz yuzimga urib yuboray deyapti." Ammo bir soniyadan so'ng, u Yon Karmaning ifodasidan dahshatga tushdi. Yon Karma unga sovuq va olim kabi tabassum bilan qarab turardi. Bu uni yanada qo'rqitdi. U Song Jinga nimadir demoqchi edi, lekin Song Jin birdan qichqirdi: "Bu menga qarshi munosabat ko'rsatyapti, shunday emasmi? U menga o'zini ko'rsatmoqchi, to'g'rimi? Sport darsi tugagach, men uni topaman." Sport darsidan so'ng, Song Jin gazab bilan Yon Karmaga yaqinlashib dedi: "Hoy, Shimoliy Koreya josus. Bir oz top tepishni xohlaysanmi? Ishonamanki, tanang jangga qichyapti, to'g'rimi? Kuchingni ko'rsatib meni qo'rqitaman deb o'ylaysanmi? Iloji boricha urilmagan bo'l. Xo'pmi? Akam kimligini bilasanmi? Senga bu yerda joy yo'q, Shimoliy Koreyadan qochgan. Nimaga qarayapsan? Sport darsida top qanday tepilishini ko'rsat." Buni eshitib, Yon Karma faqat tabassum qilib javob qildi: "Men buni qila olmayman." U boshiga ishora qilib dedi: "Top bu yerda emas. Qanday qilib uni topday tepa olaman?" Bu gap Song Jinni qo'rquvga soldi. Yon Karma esa ularga qarab yurishda davom etdi: "Baribir, sizlar dumga yopishgan hasharotlardek qo'rqinchli ko'rinasiz. Hozir yuzim qanday ko'rinishiga qiziqmaysizmi? Sizning xotirjam bo'lishga urinishlaringiz juda yoqimli." Song Jin endi chiday olmay, Yon Karmaga qo'l ko'tarib, "Ovochni yop, kaltak" deb baqirgancha hujum qildi. U Yon Karmani urmoqchi bo'lganida, birdan nimadir uning yuziga tegdi. Bu Yon Karmaning mushti edi. Yon Karma Song Jinning yuziga to'g'ridan to'g'ri musht tushirdi. Bu musht bilan Song Jinning burnidan qon oqa boshladi va hozir bo'lganlarning hammasini hayratda qoldirdi. Hatto yonida turgan Moon ham gazablandi. O'sha paytda Song Jin mushtni olgach, Yon Karma oldida tiz cho'kkan edi. Yon Karma esa sinfdagi betartiblik orasida tabassum qilib o'ylardi: "Bu o'yin haqiqatan qiziq. Kechirasiz, o'gay ota." Song Jin qaltirab mushtdan keyin o'rnidan turmoqchi bo'ldi, lekin bir soniyadan so'ng yerga yiqildi. Do'stlari vahima ichida, u muvozanatini saqlay olmayapti. Kimdir o'qituvchini chaqirsin, deyishdi. Yon Karma esa oldinga yuraverib o'yladi: "Men kimman? Buning nima qilishim kerak? Endi men o'z yo'lim bilan qilaman." Shu fikr bilan u oyog'ini ko'tarib tabassum qildi. Endi top yerda, to'g'rimi?